Endi qoshlaringizni rasshofga qildirishingiz umuman shart emas. Buni uy sharoitida tabiiy holatda o'stirishning yo'lini siz bilan bo'lishamiz. Endi kipriklaringiz ham juda ham o'sib ketishi mumkin. Buning uchun bizga juda ham oddiy bo'lgan tabiiy 2 dona narsalar kerak bo'ladi. Bu esa videomning oxirida ko'rsatilgan. Kuzatishda davom eting. Like tugmasini bosib qo'yib, saqlab qo'yib, yaqinlarga yuborish esdan chiqmasin. Oddiygina bir dona piyozni olamiz. Yaxshilab qirg'ichdan chiqaramiz. Men buni oldinroq tayyorlab qo'yman. Har doim qaynona oyijonim bilan shu usulni qo'llaymiz. Va yarim piyola zaytun yog'i kerak bo'ladi. Qizlar hech qachon adashtirmang. Zaytun yog'i bilan piyozning suvi zo'r effekt beradi. Suvni siqib olganimizdan so'ng bir piyolachaga solib olamiz. So'ngra yarim qoshiq zaytun yog'ini solib yaxshilab aralashtiramiz. Tayyor bo'lganimiz aralashmamizni qoshlarga, kipriklarga bemalol surtib yurishimiz mumkin. Buni biz haftada 3 kun foydalanamiz. Sinab ko'ring va saqlanib qilib qo'ying.